Barchaga salom. Nimadir TV kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz insoniyat tarixidagi eng shafqatsiz, o'nlab yillar davomida KGB arxivlarida o'ta maxfiy tamg'asi ostida saqlab kelingan Nazino fojiasi, xalq tilida odamxo'rlar oroli haqida gaplashamiz. Qanday qilib minglab insonlar ongli ravishda o'limga mahkum etildi? Nima uchun davlat o'z fuqarolarini insoniylik qiyofasini yo'qotishga majbur qildi? Tayyor bo'lsangiz, tarixning eng qorong'u sahifalariga sho'ng'iymiz. Tasavvur qiling, sizni hech qanday sababsiz uyingizdan olib chiqishdi. Bir necha hafta davomida vagonlarda, tiqilinchda qandaydir noma'lum sovuq o'lkaga olib kelishdi. Sizga na kiyim, na ovqat, na qurol berildi. Kimsasiz, muzdek sovuq oroldasiz. Yoningizda esa xuddi siz kabi och, sovuqdan qaltirayotgan 6000 ta odam bor. Bu qandaydir dahshatli psixologik triller emas. Bu 1933-yilda chindan ham sodir bo'lgan qonli reallik. Hammasi 1932-yilning oxirida Stalin tashabbusi bilan SSRda pasport tizimi joriy etilishidan boshlandi. Siyosiy rahbariyat yirik shaharlarni, ayniqsa Moskva va Leningradni qo'shtirnoq ichida jamiyat uchun keraksiz odamlardan tozalash rejasini ishlab chiqdi. 1932-yil 27-dekabrda Politbyuro ichki pasport tizimi qarorini qabul qiladi. Endi har kimda pasport bo'lishi shart. Pasporti yo'qlar, sobiq savdogarlar, qochqin dehqonlar, mayda jinoyatchilar barchasi ijtimoiy zararli element deb hisoblanadi. Bu ro'yxatga nafaqat uysizlar va jinoyatchilar, balki sobiq quloqlar, oddiy dehqonlar, talabalar va hatto pasportini uyida unutib, ko'chaga non sotib olgani chiqqan mutlaqo beozor odamlar ham tushib qoldi. Omon qolganlardan biri yosh talaba keyinchalik shunday eslaydi. Men hech narsani qilmaganman, faqat xolamnikiga borayotgan edim. Uni ko'chada ushlab, to'g'ri o'lim karvoniga qo'shib yuborishgan. Bu tozalash operatsiyasi tarixda yashirin buyuk reja deb atalardi. Maqsad 2 milliondan ortiq odamni tutib, G'arbiy Sibir va Qozog'istonning yovvoyi hududlariga surgun qilish va u yerda tekin ishchi kuchi yordamida yangi yerlarni o'zlashtirish va o'z-o'zini boshqaruvchi qishloqlar yaratish edi. Ammo Sovet byurokratiyasi shuncha odamni boqish, kiyintirish va joylashtirish kabi logistik masalalarni butunlay e'tiborsiz qoldirdi. Odamlar faqatgina qog'ozdagi raqamlar edi. 1933-yil may oyi mahbuslar karvoni Tomsk viloyatiga yetib keldi. U yerdagi qamoqxonalar shunchalik to'lib ketgandiki, yangi kelganlarni joylashtirishga joy yo'q edi. Mahalliy rahbarlar tezkor yechim topishdi. Mahbuslarni Ob daryosi o'rtasida joylashgan, uzunligi atigi 3 kilometr, eni esa 600 metr keladigan kichik botqoqlikdan iborat Nazino oroliga tashlashdi. May oyi bo'lishiga qaramay, u yerda izg'irin sovuq edi, qor yog'ardi. Orol kimsasiz bo'lib, na bir kulba, na tayinli daraxtzor bor edi. 6700 dan ortiq odam shu jahannamga hukm qilindi. Tasavvur qilyapsizmi? 6000 dan ortiq odam kimsasiz orolda. Ularga olov yoqish uchun gugurt ham, boshpana qurish uchun asbob uskuna ham, kiyim-kechak ham berilmagandi. Ko'pchilik shahardan qanday tutilgan bo'lsa, xuddi shunday tuflida yoki yozgi ko'ylakda kelib qolgandi. Birinchi tungi qahraton va qor bo'ronidan so'ng tongda orolda 300 ga yaqin insonning muzlab qolgan murdalari topildi. Lekin eng dahshatlisi ochlik edi. 4-kunga kelibgina orolga ovqat keltirildi. Qayiqlar qirg'oqqa yaqinlashganda ochlikdan aqlini yo'qotgan olomon suvga otildi, kemalarga yopishdi. Harbiylar odamlarni tinchlantirish uchun olomonga qarata o'q uza boshladi. Aslida bu hududni nazorat qilish uchun jo'natilgan qo'riqchilarning o'zlari ham yangi safarbar qilingan, maxsus kiyimlar bilan ta'minlanmagan va tayyorgarliksiz askarlar edi. Nazino tragediyasi haqidagi muhim hisoblarda aynan shu boshqaruv betartibligi, qo'riqchilarning tajribasizligi fojiani yanada chuqurlashtirilganini aytadi. Ular vahima ichida otishmani boshlab yuborishgan. Eng yomoni, keltirilgan ovqat non yoki go'sht emas, xom javdar uni edi. Odamlar kishi boshiga bir necha 100 grammdan un tarqatildi.
lekin ularda pishirish uchun qozon, xamir qorish uchun idish, pishirishga esa olov yo'q edi. Ular nima qilishdi deysizmi? Ba'zilar uni kuylagining etagiga, shlyapasiga solib, daryoning muzdek loyqa suvini aralashtirib ichishga tushdi. Ba'zilar esa ochlikka chiday olmay, unni quruqligicha yutib, bo'g'ilib o'ldi. Xom un va iflos daryo suvi o'z so'zini aytdi. Orolda ommaviy dizenteriya, tif va zaharlanish boshlandi. Odamlar shunchaki yerda, loyqa qor ustida joni uzilib yotardi. Qo'riqchilar uchun esa ular oddiy raqamlar edi xolos. Odamlar bu do'zaxdan qochishga urinishdi. Ular yalang'och qo'llari bilan daraxt shoxlarini sindirib, qo'lbola sol yoki qayiq yasab, muzdek daryoga tushishardi. Ammo bu qayiqlarning ko'pi daryo oqimiga dosh bera olmay cho'kib ketardi. Qirg'oqlarda turgan qorovullar qochmoqchi bo'lganlarni ataylab o'yin uchun nishonga olib otishardi. Ular insonni o'ldirishni musobaqaga aylantirib olishgandi. Ochlik va umidsizlik shunday narsaki, u inson qiyofasini olib tashlab, hayvoniy hissiyotlarni uyg'otadi. Oradan bir necha kun o'tgach, Nazino orolida o'zini saqlab qolish hissi aql va axloq ustidan mutlaq g'alaba qozondi. Bu ochlikning eng qiyin qiynoqlari sovuq, kasallik va zo'ravonlik muhiti edi. Orolda eng mudhish hodisa kannibalizm, ya'ni odamxo'rlik boshlandi. 1989-yilda ochilgan KGB arxiv hujjatlaridagi ko'rsatmalar barchani dahshatga soladi. Omon qolganlarning birining ko'rsatmasi. Biz qirg'oqda qolgan murdalarning faqat yumshoq joylarini, son va mushaklarni kesib olardik. Keyin uni daraxt tanasida yoqilgan olovda pishirib yerdik. Dastlab faqat o'liklarning jasadi yeyilgan bo'lsa, keyinchalik guruhlarga bo'lingan kuchlilar zaiflarni o'lja sifatida ovlay boshladi. Qochishga uringan yoki zaiflashgan odamlar shafqatsizlarcha o'ldirildi. Vahshiylik shu darajaga yetdiki, qizlarni daraxtga bog'lab, tiriklayin ko'krak va mushaklarni kesib olishgan. Boshqa bir omon qolgan kishining iqrori yanada dahshatli. Men faqat jigar va yurak yedim. Biz o'liklarni emas, lekin o'lim arafasidagilarni, qarshilik qila olmaydiganlarni tanlardik. Maxfiy hujjatlarda yana bir qonli tafsilot yozib qoldirilgan. Ochlik va vahshiylikdan tashqari talon-tarojlik ham avj olgan. Kuchlilar jasadlardan oltin tishlarni sug'urib olib, qo'riqchilarga bir quti tamaki yoki gugurt uchun ayir boshlashgan. Ba'zan kimningdir egnidagi issiq paltosi yoki qalin tuflisini tortib olish uchungina qurbonlarni o'ldirishgan. Orol tom ma'noda qonli ov maydoniga aylangandi. Harbiylar buni bilsa-da aralashishmas, aksincha bu vahshiyliklarni chetdan tomosha qilib turishardi. Bu qirg'in qanday qilib to'xtadi? SSR rahbariyati buni butunlay xaspo'shlab yopib yuborishi mumkin edi. Ammo bitta odamning jasorati tufayli bu voqea tarix varaqlarida muhrlanib qoldi. Bu odam mahalliy partiya yo'riqchisi Vasiliy Velichko Nazino oroliga maxsus ko'chirilganlar, surgun qilinganlar qanday joylashayotganini tekshirish va bu jarayonni nazorat qilish uchun yuborilgan rasmiy shaxs bo'lgan. Velichko oroldagi manzarani ko'rib dahshatga tushadi. U o'z hayotini xavf ostiga qo'ygan holda 11 sahifalik hisobot yozib, to'g'ridan to'g'ri Moskvaga, Stalin va siyosiy byuro a'zolariga jo'natadi. Xatda barcha qirg'in, inson huquqlarining poymol qilinishi va kannibalizm holatlari ochiq-oydin yozilgan edi. Bu maktubdan so'ng Moskvadan maxsus komissiya keladi. Iyul oyiga kelib, qolgan odamlarni oroldan evakuatsiya qilishadi. Ammo 6700 dan ortiq kishidan bor yo'g'i 2200 ga yaqin odam tirik qolgandi. Ularning ham aksariyati kasal va ruhiy jihatdan singan insonlar edi. Boshqa hududlarga ko'chirilayotganda ham yo'lda yuzlab odamlar vafot etadi. Eng muhimi, millionlab odamlarni surgun qilish bo'yicha tuzilgan mudhish buyuk reja bekor qilindi. Xo'sh, shuncha insonning umriga zomin bo'lgan, ularni vahshiylarcha qiynagan qo'riqchilar qanday jazolandi deysiz? Davlat bu qirg'in uchun ularga atigi 1 yildan 3 yilgacha qamoq jazosi tayinladi xolos. Komissiya xulosasi va jami qurbonlar ro'yxati esa to'g'ridan to'g'ri o'ta maxfiy belgisi ostida arxiv tubiga yuborildi. Nazino fojiasi roppa-rosa 1988-yilgacha, ya'ni qayta qurish davrigacha jamoatchilikdan butunlay sir saqlandi. Bugun u yerda kimsasiz qirg'oq
va faqatgina qurbonlar xotirasiga o'rnatilgan yog'och xoch bor xolos. Mahalliy aholi bu joyni hali ham odamxo'rlar oroli deb ataydi. Tarix shunchaki quruq fakt va raqamlardan iborat emas. Uning har bir varag'i ortida millionlab singan taqdirlar yotadi. Nazino orolidagi o'sha minglab insonlar tajriba quyonchalari emasdi. Ular uyi, oilasi, orzulari bor tirik jonlar edi. Bu fojia davlat mashinasi oldida inson hayoti naqadar arzimas bo'lib qolishi mumkinligining eng qonli isbotidir. Biz bunday dahshatlar qaytarilmasligi uchun qora o'tmishni bilishimiz va doim ogoh bo'lishimiz shart. Siz nima deb o'ylaysiz? Qanday qilib inson shu darajaga yetib borishi mumkin? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Video foydali va qiziq bo'lgan bo'lsa, unga like bosishni va do'stlaringizga ulashishni unutmang. Nimadir TV kanaliga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.